Eshsiz. Jalka kitobda endi. Yo'q, nimaga? Endi shunday deb ichingizdan qayg'uryapsiz-da o'zi. Keling merga. Qo'lingdan ketgan narsa hech ham afsuslanma deydi-ku, hozirqori. Bu ham bir yaxshilikkadir, aka. Ko'rdim, mehnat qilibsiz, bufirlarni almashtiribsiz, arqa bufirlarni. Endi qolgan hadovay tomonlama gapirdingiz-ku, bu ham menga qarongi narsa. Yo'q, aytmadim. To'g'risida. Chunki men hozir sizga beraman-ku, sizdan olib kelganlar beraman-ku, unga ham balkim yoqmas balkim. Yo'q, mayli, bir chustda ko'rsatib kelsa ham mayli. Men hadovay sistemasi beraman. Bitta guring aytsam bera olsangiz bering, bermasangiz roziman men. Ha? Aytaman. Agar she'rdan olib ketdingiz, mayli, agar bo'lsa, o'sha mashina furush so'ragan narxga olamanda 25 ga ham sotmayman, 24,5 sotaman. 24 million o'sha mashina furush so'raganga, mayli men olib qolaman, xarajat qilganingizni ko'rdim. 24 million 500 ga men sotaman. Faqat rozi bo'lsangiz, mana bir narx aytaman dedim-ki, rozi bo'lsangiz olaman. Bo'lmasa olmayman. 24 million naqd pul beraman, 500 ming so'm qo'yib sotaman, kim olsa. Yo'q, halol bo'lsin aka. Bizning halol aka. Endi berish kerak lekin. Do'stim berish kerak, chin aka. 24,5 million bo'ldi, 2000 ming. Mana aka, xohlasa men tush beraverayman. Menga nom yo'q. Ustada. Ha 500 o'tib bera olasizmi? 25 men sotsam bo'ladimi? 500 ming rizqimni qo'yib, agar shunday to'xtang mana kim qo'l ushlangan? Mana shunday to'xtang. Kim qo'l ushlangan? Siz menga baragan bo'lsangiz, mana pul. Yo'q. Mashina furushmasiz. Ikkovlarim dehqon. Instagramga shu joyga qo'yib yubor. Ko'p mashina furushlarni qilib qolyapti-ku. Sizlar mashina furushmasliklaringizni yaxshi bilaman. Ikkovlaringizni ham mashinalaringizni olib sotib olganman, lekin bitta guring xafa bo'lmang. Bag'am ushladim. Siz ikkinchi Mana tayyorlangiz. xuddi shunday bo'ldi, indamay chiqib ketdim. Lekin o'tgan safar xuddi sizday bo'lib chiqib ketdi. Mana o'sha jantaga chiqsam bo'ladi. Xafa bo'lmang, birinchi ushlar. Shoshmang, turing, aka mashina ko'pki. Abzorini aytaman, qarang. Bu mashinani ikkinchi marta olishim. Ikkinchi marta ham abzorini aytaman. 2010 16 motori yaxshi, benzinga, lekin metan balon beraman dedi bu yigit. Mart ishini qildi. Mana, Mart ishini qildi, metan balon beraman dedi. Polni asli kraska, benzinga yurgan, gaz o'zi qo'yilmagan. 24 million 500 mingga oldim, 25 million bo'lib sizga o'tdi 500 ming. Siz rozimisiz? Jon